Sergeli tumani Yangi O'zbekiston shaharchasida biz uy oldik. Bu olgan uylarimizni atroflari juda chiroyli, yaxshi. Maktab bor, bog'cha bor. Juda ham chiroyli, shinam. Men shu 16 etажкалini 11dan olganman. Yaxshi, to'lovlari ham oyma-oy hech qiyinchilik yo'q. To'lab kelyapmiz. Uy sharoitlarimiz ichida hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Suv vaqtida bor, svet yaxshi, gazlarimiz yaxshi, ishchilarimiz hammasi chiroyli muomalada. Bu isitadigan отоплениялari juda yaxshi. Istagan paytimizda ochamiz, istagan paytimizda yopamiz. Shu taraflarni juda menga ma'qul keldi. Bu qishlarda xonadonlarimiz juda issiq bo'ldi, yaxshi. Masalan, menga ham ekonomichniligi yoqdi. Nimaga desanglar, juda ham katta nima to'lovlar, unaqalar nima emas. Issiq suv, sovuq suv, uy svetlariga, to'lovlariga juda ham moslashilgan uylar ekan. Menga yoqdi. Mahalla yon atrofimizdagilar hammasi yaxshi. Yonimizda do'konlar, nima deydi, hamma narsaga sharoitimiz yaxshi. To'lovlarga kiramiz, qizlarimiz hammasi juda ham xushmuomala. Hech narsaga qiyinchiligimiz yo'q. Yaxshi, masalan, menga juda yoqdi bu joy. Ochiq, havolari yaxshi. Hech qiyinchilik ko'rmadim. Transportlar ham yaxshi yuradi. Hamma tarafga bor. Sergeliga ham bor, Chilonzorga bor, Chorsuga, masalan, Qo'yliqqa. Transportlar juda ham yaxshi yurar ekan. Hech qiyinchilik ko'rmadik. Maslahat beraman, kelinglar, chiroyli, yaxshi, shinam joylar. Kelinglar, yomon emas, juda ham yaxshi joy.